Kvartiradan charchaganlar uchun Angren shahar Gulbog' mahallasida ko'rib turishingiz mumkin 12 sotixlik katta uchastkani topib qo'ydik. Sizlar uchun tashqari tomonimiz ham yaxshi holatda, mana ko'rib turibsiz, tinch joylardan ancha. Qani unda obzorimizni boshlaymiz. Ichkariga kirib kelganimizda ko'rishingiz mumkin, ancha katta holatda bizni darvozaxonamiz kutib oladi. Darvozaxonamizning o'zining uzunligi ham taxminan 20 metrcha bor. Bitta to'yxona desak ham bo'lar ekan. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda jalyuzilar osib qo'yilgan, u tomonimizda partalar bilan pardalar tortib qo'yilgan va kirganimizda e'tibor berishingiz mumkin, bruschatkalar qilib qo'yilgan ekan. Patologlarimiz o'sha plastik, bir vaqtlar ancha moda bo'lgan holatda. Bu yoqda mana narsalarimiz bilan xonalarimizga keladigan bo'lsak, 6 ta xonadan iborat. O'tgan safargi videomizda har bittasini ko'rsating degan muxlislarimiz uchun mana ichkarilarga kirib ko'rsatib o'taman. Kirganimizda koridor qismimiz, mana koridorimiz bu uyda asosan bu tomonimizda jitkabo'y bilan qilingan ekan. Jitkabo'y va bu yog'imizda ham xuddi shunaqa jitkabo'y bilan qilib turib, chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Yotoqxona sifatida menimcha bu joyda foydalanishgan, chiroyli qilib turib, mana uy egalariga hozir pul kerak bo'lgani uchun sotishyapti. Bu yog'imizda esa mana ko'rib turibsiz, yuvinish xonasi. Bundan o'tganimizda to'g'rimizda mana bu yoqda ham bitta zalimiz, gazlarimizdan muammosi yo'q, gaz, suv, svetda hammasi bor. Hujjatlari tayyor, joyida holatda, baraka qiladigan joyi. Narxini oxirida aytib o'taman. Xo'p, bundan chiqqanimizda mana ko'rib turibsiz, yuqoridan maza qilib ko'rib o'tiradigan joylar. Ayniqsa o'sha kinodagi Farmon bebe esimga tushib ketdi. Bu yoqdan tapchanning ustida yana bitta tapchan ekan. Ancha katta holatda yuqoriga o'tirib olib turib, hammani nazorat qilib tursa bo'ladigan holatda ekan. Bu yoqqa hozir bog' qismimizga o'tib ko'rsataman. Avval bu yoqda yana ikkita xonamiz bor. Ikkita xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda ham yaxshi holatda ta'mirlari, chiroyli pardalari bilan ilib qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek va endi oxirgi xonamiz. Bu tomondagi oxirgi xonamiz. Nari yoqda hali yana xonalarimiz bor. Kirib keladigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdagi xonalarimiz ham yaxshi holatda va bu yoqda aytganimdek tapchanning ustida yana bitta tapchan. Bu darvozaxonamiz uzunligi ko'rishingiz mumkin 20 metr. Bu kichkina joy emas. Bitta to'y qilib yuboraman desangiz ham bo'ladi, kichkinaroq albatta. Yaxshi holatda ekan, bruschatkalar bilan. Xo'p, endi bog' qismimizga o'tamiz. Qani, bog' qismimizga o'tganimizda ko'rishingiz mumkin, ancha katta holatda. Bog'imiz o'zida 30 tadan oshiq tub giloslarimiz bor ekan, qo'qon giloslar. Hop, olib turib, yanagi yil hosili uchun yaxshigina tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. Nimaga bu tomonga keldim? Bu tomonga kelganim ham obunachilarimiz hamma joyda so'rayotdi, ko'rsating deb. Bu joyimizda mana nima deydi, yerto'lamiz bor ekan. Yerto'lani o'zi ham anchagina katta. Uyimiz mana yuqori, bu tomonda zalimiz edi. Mana zal tagida yerto'lamiz bor. Bu pasimiz ham 12 sotix bo'lgani uchun ancha katta ekan. Bu yoqda hozir ozroq uyda egalari qaramagan, to'g'risi vaqtimiz bo'lmadi dedi bog'ga qarashga. Bu joyda xuddi shunaqa va pastki qismdan mana kelyapman, sekin ko'rsatib ko'rishingiz mumkin. Uyimizning o'zi mana kattaligi ancha bu yoqdan katta qilib turib solingan. Bog'imizda mana ko'rib turganingizdek 30 tub o'sha tayyor giloslar. Shundoqqina olasiz, yanagi yil hosilni mazza qilib tersangiz bo'ladi. Undan tashqari gilos bormi? Nima deydi? Tut bormi? Bexi bormi? Olxo'rimi? O'rik, shaftollar ham bor. Hammasidan uy egalari qiziqib o'zlari uchun qilishgan. Xo'p, bu tomonda mana uyimizni ko'rsatib keldim. Endi bu yoqqa o'tamiz. Uyimizning burchak qismi, ya'ni bu tomonda oxirida hojatxona. Endi bizda xalqimizda asosan shunaqa, domda bo'lmagandan keyin uyda oxirida bo'ladi, chunki hidi boshqa narsa bor. Uyimizning shundoqqina oxirida bu yoqda mana hojatxonamiz bor. Hojatxonani oldida esa tandirxonamiz, uning yonida o'sha o'tinlarni qo'yib qo'yadigan omborxona ekan. Mana tandirxonamiz, o'choqxona birgalikda va bundan o'tganimizda esa bu yoqda yuvinish xonasi bor. Yuvinish xonasi mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Yuvinish xonasi ham yaxshi holatda. Uy egalarining o'zlari yashab kelgan, aytganimdek, pul zarur bo'lgani uchun sotilayotgan joy. Xo'p, bundan keyin oshxona qismimizga kelamiz. Oshxona qismimizda ham ko'rishingiz mumkin, ta'mirlari yaxshi holatda, oshxona garniturlari qo'yilgan va bundan keyin bu yoqda yana ikkita xonamiz bor. Ikkita xona o'tirsa bo'ladigan, o'tiradigan aniqrog'i mana bu joyda. Bu xonani ko'rsatmadim, menimcha ko'rsatish shart emas. Hamma xonalar ko'rsatib o'tdim, sizlar uchun ko'rishlaringiz mumkin. Bu manzilimiz Toshkent viloyati Angren shahar Gulbog' mahallasida joylashgan. Shundoqqina trassada
o'ng qo'lda Toshkentdan kelayotganda uyimizni narxini uy egalari 65 ming dollar deb baholadi. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana shunaqa katta uchastka qidirib yurgan oilalarga videoni jo'natib qo'yadigan bo'lsangiz, ularga ancha yordam qilgan bo'lasiz. Aytganimdek, ikkita oila bemalol kelib turib yashasa bo'ladi. 12 sotix bu kichkina joy emas, ko'rib turibsiz ham. Bog'idan ham yaxshigina hosil olsa bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling, mana shunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun.